Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad salovat va salomlar. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun yana kechagi meditatsiyamizni davom ettiramiz. Endi bu safargisida xoli joy topasiz. Ya'ni tinch xotirjam, sizni xotirjamligingizni hech kim buza olmaydigan joy topasiz. Yo kechasi bu amalni qilsangiz ham bo'ladi, yo tong azonda bomdod namozidan oldin qilsangiz ham bo'ladi, yoki xufton namozida qilsangiz ham bo'ladi. Faqat bu narsa sizdan xotirjamlikni talab etadi. 2 rakat nafl namozini ado etamiz. Birinchi Fotiha surasini o'qiymiz. Orqasidan Oyatul Kursi va 3 marotaba Ixlos suralarini zam sura qilib o'qiymiz. Yaxshi niyatlar ila namozimizni yakunlaymiz va joynamoz ustiga o'tiramiz. Keyin o'tirgan holatda 100 marotaba Allohumma inni as'aluka deb aytib olamiz. O'tirgan holatda kaftlaringizni ochgan holatda o'zingizni tanangizni eshita boshlaysiz. Chuqur nafas olib, burningizdan olib, og'zingizdan chuqur nafas oling. Burningizdan nafas olib, og'zingizdan chiqaring. Buni 12-15 soniya bajaring va jigaringiz uchun Ash-Shakur ismini 100 marotaba o'qing. Mening tanam yoshligini eslaydi. Men qayerda og'riqni sezsam, uni qo'yib yuboraman va qalbimdan qo'rquvni chiqaraman. Bunga menga Tangrim yordam beradi. 15-12 soniya nafas rostlab, nafas olib chiqaring. Har kuni bu mashqlarni 1 yoki 2 mahal qilsangiz, buni jigaringiz sevadi. Jigardagi zaharlar tashqariga chiqa boshlaydi. Har baqirganingizda, har jahl qilganingizda bu zahar jigaringizni qotirib unga joylashadi. Uni yo'qotish uchun bu mashqlar bajariladi. 1-2 kunlari ko'ngil ayniydi, chunki ichingiz zahardan bo'shay boshlaydi. Tanangizni eshitishni o'rganing. U har xil og'riqlardan dod soladi. Uni davosi shu zikr va xotirjamlik bilan mashqlar bajarilishidir. 1 haftadan keyin o'ng biqiningizdagi og'riqlar ketadi va tanangiz yengillashadi. Ikkinchi ovoz bu buyrakdan bo'lib, An-Nafi Allohning ismini ayting 313 marotaba. Inson doim har xil narsalardan, misol qorong'ilikdan qo'rqadi. Sizning buyraklaringiz har qo'rqqaningizda kasal bo'la boshlaydi. Buning uchun qo'rquvni unuting. O'zimga yordam beraman deb va'da bering. Eng katta xavotirlardan biri o'lim qo'rquvi yoki biror narsani yo biror kishini yo'qotish qo'rquvi. Bu narsalardan ham siz xalos bo'lishingiz kerak. Uning uchun Allohga o'zingizni topshiring va zikrlar aytib orom oling. Siz tanangizga, miyangizga dam bermas ekansiz, sizni sog'ayib ketishingiz qiyin bo'ladi. Uning uchun o'zingiz uchun ham 1 soat yoki yarim soat vaqt ajratib, mana shu mashqlarni Allohga ixlos qilgan holatda bajaring. 3-chi a'zoyingiz bu yurak bo'ladi. Unga yo Shafi degan Allohning ismini 100 marotaba o'qiladi va astag'firulloh atubi ilayh, Allohim yordam ber degan holatda o'tiriladi. 2 kaftlaringiz ochiq holatda bo'ladi va qibla tomonga yuzlangan holatda Allohdan yordam so'raysiz. Sizning tanangizga nur ina boshlaydi va iliqlik kira boshlaydi. Buni o'zingiz his qilasiz. Allohim qudratli zot, barcha bemorlarimizga Allohim shifoi komil ato etsin. Uyingizga qut-barakotlar, yaxshiliklar bersin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz tugadi.